Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Bekso'z do'stlar. Bu videom sizlar bilan birgalikda Malibu modini o'rnatishni o'rganamiz do'stlar. Xo'sh, ko'rib turibsizlar, mana shu Malibu modini o'rnatamiz do'stlar. Bu mod versiya bo'ladi, ya'ni iPhone'ga yo'q do'stlar bu, faqat Samsung, Android shunaqa Redmi, xullas Android telefonlar bor do'stlar bu. Xo'sh, mana do'stlar bu modda faqat Malibu emas. Kia bor, K5, ko'rib turganingizdek Gentra bor. Xohlagancha tuning qilsanglar bo'ladimi, mana qoraytirib qo'ysanglar bo'ladi, mana bunday qilib. Mana katta bo'ladi deb yursanglar bo'ladi do'stlar. Mana har xil diskalar qo'ysanglar bo'ladi. Xullas tuningni zo'rg'a qilsanglar bo'ladi do'stlar. Xo'sh, yana bu yerda Belaz modi bor do'stlar. Hozir qanday o'rnatishni ham o'rgataman do'stlar. Mana oxirigacha ko'rsanglar qanday o'rnatishni ham o'rgataman do'stlar. Mana do'stlar ko'rib turibsizlar, daj Belaz bor. Mana hozir mana chiqib ko'rsatamiz buni. Xo'sh. Mana do'stlar, вообще katta do'stlar Belaz. Ko'rib turganingizdek. Mana do'stlar. Ko'rib turganingizdek, mana do'stlar, Belazni ham modi bor do'stlar. Вообще juda ham katta, ko'rib turganingizdek. Xullas, kurs yamoshlari hammasi bor. Aktualniy versiya bu. Onlaynda ham adashmasam odamlar o'ynaydi. O'zbek server qilib ko'ramiz hozir. O'zbek server yo'q ekan. 219 ta odam o'ynayapti do'stlar. Barcha hammasi o'zbek bo'lsa kerak. Xo'sh. Hozir ko'ramiz do'stlar nechta o'zbek borligini. Husan, Bunyod, mana do'stlar, Dior, Villa, Uz, Player do'stlar, ko'rib turganingizdek, o'zbeklar juda ham ko'p. Do'stlar, hal eskiroq karta do'stlar, buni zarari yo'q hech ham. Qaytadan telefoninglar qotmaydi do'stlar. Oldin qotgan bo'lsa, endi qotmaydi do'stlar. Mana Belazda boramiz endi hozir biz bozorga. Poyga o'ynab boramiz. Ko'rib turibsizlar, o'zbeklar bo'ladi do'stlar. Xo'sh, bu modni o'rnatish uchun biz nima qilamiz? Biz bu yerdan polga chiqib ketamiz do'stlar va biz Telegramga kiramiz do'stlar. Xo'sh, Telegramga kirasizlar do'stlar. Mana shunaqa Telegramga kirganingizdan keyin post bosasizlar. Mana qa Beksta uz yozasizlar do'stlar. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana shu nimada bo'ladi, ya'ni mana birinchi chiqib o'tirganida bo'ladi do'stlar. Mana shu birinchi chiqib o'tirganiga kirishinglar kerak do'stlar. Mana do'stlar, bular kirgandan keyin mana yerda zakrepleniya bor. Mana do'stlar, polni faylda ikkita mod bor tashalgan bu yerda. Birinchisi Cobalt Damas Nexus 2 modi bilan Malibu 2 Gentra Nexus 2 modi bo'ladi do'stlar. Biz hozir Malibu 2 modini tashlayapmiz. Ustiga bosamiz do'stlar. Mana shuni tanlaymiz do'stlar. Agar sizlar shunaqa narsa chiqsa, chiqmasa, o'z ustini qiladi. Shuni ustiga bosasizlar do'stlar. Ozgina kutasizlar to'lishini. Va o'z tanavetni bosasizlar do'stlar. Ko'rib turganingizdek, o'stinga qiladi do'stlar. Bekizda o'z mod do'stlar. Mana unaqa narsa chiqadi do'stlar. Bu yerda mana podrobniy deganni bor, ana shuni bosasizlar. Все равно o'z tanavetni bosasizlar. Bu yoqingizga kodini yozasizlar do'stlar telefoningizga. Mana endi недостаточно место. Hozir telefon to'lib qolibdi do'stlar. Hozir telefon pametini tozalab kelib videoni davom ettiraman. Xo'sh do'stlar, telefon pametini tozalab, yana shu ishlarni qaytib qilamiz do'stlar. To'lib qolibdi do'stlar pameti, ustanavit. Ozgina kutamiz. Xo'sh. Подробный, все равно установить, parolni yozamiz. Mana do'stlar, mana shunaqa chiqadi. Endi xohlasanglar открыть, xohlasanglar готов deb bosasizlar do'stlar, menyuga chiqasizlar. Mana bu yerda turadi, turgan bo'ladi. Qayerga tushdi? Mana qayerga tushish kerak edi do'stlar. Mana do'stlar. Emblemasi e'tibor bermaysizlar, Android chan emblemasi chiqib qolgan do'stlar. O'zim emblemani qo'ymoqchi edim, o'xshamadi, shunday bo'lib qoldi do'stlar. Xo'sh, ana shuni kirasizlar do'stlar mana. Mana bunaqa joyda oxirida bosib yuborasizlar, tamom. Keyin mana bunaqada zakritni bosasizlar. Yani keyin buni o'rnatish uchun eski car parkingni udalt qilib yuborish shart emas do'stlar. Prosta shunday ustini qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Ikkita car parking ham turadi do'stlar. Manda даже 3 ta car parking bor hozirgi vaziyatda do'stlar. Xo'sh. Tezroq kirsaydi do'stlar. Mana do'stlar. Endi bu yerdan mana ko'rib turganingizdek sekin tushirasizlar. Endi bu yoqqa o'zingizlar izlaysizlar. Mana do'stlar. Mana Nexus 2 megalga qo'ysanglar bo'ladi, aylar salonda turadi megalga. Mana Kia mana Gentra
Mana Belaz do'stlar, Belaz kattaligidan ko'rinmaydi. Mana Malibu'ki ham bor. Ko'pinglarda. Buni ham Megalga qo'ysanglar bo'ladi do'stlar. Operatorni u bersanglar bo'ladi. Keyin yana Mercedes ham bor edi do'stlar, adashmasam. Xo'sh. Mana do'stlar, mana bunaqa Mercedes ham bor do'stlar. Bu korporatsiyada yo'q do'stlar. Bu faqat shu ma'lum modimda bor do'stlar. Modda after cookies do'stlar, modda men qilmaganman. Modda cookies qilgan do'stlar. Keyin do'stlar, mana bunaqa emblemalilar sizlar bo'ladi bunda ko'rib turganinglar. Tayyor BMW emblemalari bor. Ko'rib turganinglardek. Mana Nissan emblemasi bor, mana ko'rib turganinglardek. Keyin AMG yozuvi bor mana. Xo'sh, ko'rib turibsizlar, AMG yozuvlari bor. Xullas barcha kerak narsalar bor do'stlar. Buni nimada? Buni Telegram kanalida olsanglar bo'ladi. Telegram kanalida o'sha poyistdan topasizlar yoki video ostida ham silkasi qoladi do'stlar. Xo'sh do'stlar, videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Shunaqa yangiliklar do'stlar. Ko'rib turganinglar, pul ham tugamaydi, coin ham tugamaydi, hech narsa tugamaydi do'stlar. Xo'sh, yana bir marta ko'rganinglar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.